Mani kimlarga tashlab ketyapsiz qazishchi? Qarzimga rozi bo'l. Kreditlaringizchi? Xavotir olma, kreditlarni sana nomingga olgandim. Ko'pchilik kafil bo'ladi bankdan kredit olish. O'z navbatida shunaqa tushuncha borda, insonlar o'zidan o'zi kafil bo'lmaydi yoki kimdir o'rniga kredit olib beradi, ishonchli, bu to'laydi deb. Natijada firibgarlarning tuzog'iga tushib qolyapti. To'g'ri, bu holat o'zi fuqarolik munosabatda bank fuqarolik ishlari bo'yicha sudga beradi. Hal qiluv qarorini to'g'ridan-to'g'ri, chunki o'zi xohlab qo'l qo'ygan, o'zi bilib turib qo'l qo'ygan kafil ming bir harakat qilgani bilan uni yutish imkoniyati juda nima deydi, yo'q desak ham bo'ladi. Yutsa bo'ladi, yo'q desak ham bo'ladi. Chunki o'zi xohlab qo'yyapti hujjatlarga kafil bo'lib, kafil bo'lgandan keyin uni o'lib qolishi bor. Boshqa holatlar, deb bank undan undirilishi yoki umuman to'lamaslik holatlari bor. Natijada kafildan undiriladi. Kafil bo'lishdan oldin ko'proq garov qo'ygani ma'qulroq. Garovli narsaga kafil bo'lgandan ma'qulroq deb o'ylayman. Bo'lmasa umuman kafil bo'lish kerak. Chunki bir xil insonlar shunaqa tushuncha borda fuqarolarimizda. Men olmayman u kreditni deydi. Mani ishonchli vakilim olyapti, mani ishontirdik, bo'ldi to'laydi. Kafil ham xuddi shunaqa, men olmayman-ku deydi. Ular olyapti kreditni, menga chetib kelmaydi degan tushuncha bor. Uzr. Fuqarolarimiz bankka borib, bank xodimlari tushuntiradi, shartnomaga qo'l qo'ydiradi, bilib turib qo'l qo'yadi. To'g'ri, hozirgi kunda bankimizda ayrim o'yini bor. Nimagadir ko'p shartnomalar hozirgi kunda rus tilida chiqariladi. Tanishgansan-ku deydi. Fuqarolarimiz aytishi mumkin, men rus tilini tushunmayman deydi. Shartnomaga qo'l qo'ydingmi, tushding degan. Shuning uchun iloji boricha shartnomani o'qib turib, uni hech kim majburlayotgani yo'q. O'sha kuni o'zida qo'l qo'ysin ishga. Agar tushunmasa, yuristlar bilan maslahatlashib yoki shartnomani olib ketib turib, tarjima qildirsa bo'ladi. Nimagadir bank xodimlarimiz hozir davlat tili o'zbek tili bo'lsa ham, lekin ko'p shartnomalar rus tilida bo'ladi. Sababini aytaman, ichida imенно hamma punktlari 90-95% punkt bankka foydasiga o'ynaydi ertaga sudda. Uni fuqarolar tushungan, punktma-punkt o'qib tushunsagina o'zgartirsa bo'ladi. Men o'zgartirsa bo'ladi deb aytmagan, o'zgartirish kerak desa bank o'zgartirmaydi. Bo'lmasam kredit olma deydi. Agar shartnomani diqqat bilan ochib o'qisa, bir xil kredit olmaydi. Kafil ham olmaydi, nomiga kredit ham olib bermaydi. Agar shartnomani diqqat bilan o'qisa. O'shaning uchun maslahat berardik. Yo'q. Ishonchli bo'lsa, qo'ysin garovga, qo'ysin mulkini. Chunki birinchi mulkka qaratadi. Mana shuncha. Fuqarolarimiz shundan aldanib qolishidan oldin menga hech narsa bo'lmaydi, yo'q bo'ladi. Bilib turib imzo qo'yadi. Bank xodimi tushuntiradi, shartnomaga ikki tomonlama imzo qo'yib, kerak bo'lsa shartnomaning bitta nusxasini unga ham beradi bank xodimi. O'shaning uchun men bilmovdim, shartnomani o'qimovdim, shartnoma ruscha edi, men ruschani tushunmayman degan gaplar o'tmaydi. Qiyin juda o'tish. Sudda. To'g'ri, endi qarindoshlar bir-biriga olib beradi, lekin tanimaydigan odamga, kecha tanigan odamga, kecha ularni do'st bo'lib, 2 marta choyxonada o'tirib, yaqin bo'lib qoladi-ku o'zicha. Ana shularga odamlar aldanib qoladi-da. Bo'lmasam 2 marta firibgarlar zo'r ishontiradi-da. Yoniga olib kelib, choyxonaga birga o'tiradi, biriga xarajat qildiradi yonidan. U menga qo'ydi, shunday xarajatlanadi men demak, xuddi kan tilini qisqa qilib qo'yadi fuqarolarimizni. Kerak bo'lsa bitta muammolarni necha beradi, firibgarlik kirish, osta ishonchga kirish yo'lini yana bitta usullari. Qopqoniga ilintirish uchun kerak bitta muammolarni ham hal qilib beradi. Qo'pol qo'yayotganda jabrlanuvchini tilini qisqa qilib qo'yadi. Qisqa qilib qo'yadi, qilmasam bo'ldi. Mana shuncha muammoni hal qildi. Menga shuncha xarajat ketkazdi. Mana o'shandan boshlandi firibgarlikda. Men ishonuvdim, bu bilan men asosiy kelgan insonlar firibgarlikda jabrlanganlar, men bunga ishonuvdim. Bu meni ko'zim oldida 2-3 ta muammolarni hal qilib berdi. Yoki bo'lmasam ko'p joylarga borganmiz, xarajatlarimni yopib berdi. Qo'li ochiq odam inson u. Pulga qiziqmaydi degan gaplar ko'p bo'ladi. O'sha joylarda fuqarolarimizga ehtiyot bo'lishni so'raymiz.